Bilasanmi, agar ustunga urilgan zarbalar ham gol deb hisoblanganida, sevimli futbolching necha gol urgan bo'lardi? Vinicius Juniorda so'zsiz yo'q gol bo'lardi. Uning tezligi va driblingi doim darvoza uchun xavf tug'diradi. Zarbalari esa ko'pincha raqiblar uchun juda o'tkir chiqadi. Mbappeda 1415 gol bo'lardi. Uning tezkor hujumi va sovuqqon aniqligi uni zamonaviy futbolning eng xavfli hujumchilaridan biriga aylantiradi. Ammo omad har doim ham uning tomonida emas. Neymarda 2300 gol bo'lardi. Uning driblingi o'yinni yorqin qiladi. Hatto ustunga urilgan zarbalari ham maydondagi shouning bir qismiday ko'rinadi. Robert Lewandowskida 2440 gol bo'lardi. U doim ideal pozitsiyani tanlashni va hujumni yakuniga yetkazishni yaxshi biladi. Erling Haalandda esa 2510 gol bo'lardi. Uning kuch va tezligi har bir hujumni himoyachilar uchun haqiqiy tushkunlikka aylantiradi. Yagona qutqaruvchi narsa ustun edi. Lekin birinchi o'rinni kim oldi deb o'ylaysan? Izohda o'z variantini yozib qoldir.